Toshkent shahrida o'zi yurib bo'lmay qoldi. Mana bu yerda avtomashinamni qo'ygandim. Oстановkadan o'tganda Gulxaniy ko'chasi, Shahon Tohir tumanida mashinaning ichida o'tiribman. Hech qayerga chiqqanim yo'q. 5 daqiqaga mana bu poliklinikaga ayolim kirib ketgan edi. Inspektor keldida mendan hujjat so'radi. Nega deb so'rasam, men sizdan shubhalanyapman dedi. Xo'p, mayli dedimda, shunchaki hujjatimni taqdim qilsam, meni jarimaga tortdi. Oz emas, ko'p emas, narxini qarangda. 824 ming so'mga 10 daqiqaning ichida. Mana avtomashina mana shu yerda turgani uchun. Oстановkadan olishda. O'zi bu oстановkaga bir kunda bir 4 marta avtobus keladimi, yo'qmi? Shunday ko'cha. 824 ming so'mga meni shtraf qilib yozib ketyapti. Bu nega bu darajada shafqatsiz yoki ataylab odamlarni mana shunday qiynash kerakmi? Men bundan noroziman. Mana shu meni avtomashinam. Mana. Juda ham noroziman.